kuntum xayra ummatin degan Alloh. Sizlar eng yaxshi ummatsizlar. Butun insoniyat bashariyatning orasida eng yaxshi ummat ummati Muhammadiyya. Har kim xohlagancha baho beraversin, bu Allohning bahosi. Kim nima desa, kim rozi bo'lsa, norozi bo'lsa farqi yo'q. Ya falonchilar yaxshi yashayapti, ular afzal. Uni nazdida bo'lishi mumkin. Lekin ummati Muhammadiyya eng yaxshi ummat. Allohning bahosi. Boshqaning bahosi o'ziga. Endi o'sha eng yaxshi ummatni eng yaxshisi Qur'onni o'rgatganingiz. Abu Abdurrahman Habib as-Sulami Alloh rahmat qilsin tobiinlardan u kishi aytganlarki, mana shu hadis meni Kufada 30 yil o'tkazib qo'ydi deganlar. Ya'ni 30 yil Qur'on ta'limi bilan band bo'lishimga shu hadis kifoya qilgan. Shundan ham bilamizki, biz to'laqonli musulmon bo'lish uchun ko'p ilm emas, ko'p ilm ham bo'lsa bo'lish kerak, lekin asosiy narsa u emas. Oz bo'lsa ham bilganimizga amal qila olsak, natija o'zgarish katta bo'ladi. O'sha birgina hadis 30 yillik amalga tatigan. Nimada yaxshi, u yaxshilik ham nisbiy bo'ladi. Allohning nazdida yaxshingiz degani bu. Allohning nazdida yaxshi bo'lsa nima bo'ladi? Unga Alloh yaxshilikni ko'p beradi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Allohga yaqin bo'ladi degan. Yaxshiligi nimada? Dunyoga ham manfaati bor, oxiratga ham manfaati bor bu inson. Qur'onni dedilar o'rganib, o'rgatgan. Nima uchun ikkalasini qo'shdilar? Toyinki yaxshilik bizda bardavom bo'lsin uchun. Chunki inson o'rgatishdan oldin o'rganadi. Bir necha yil o'rganasiz, keyin bir necha yillar o'rgatasiz. Yaxshilik o'sha xayriyat yillar davom etishi uchun, umrimizda hammasini qamrashi uchun ta'lim bilan ta'allumni qo'shib aytganlar. Qur'onni o'rgatganingiz deb qo'ysa ham bo'lardi. Unda biz o'rganayotgan davrimiz xayriyatdan xorij bo'lib qolardi. O'rganayotgan davrimiz ham xayriyatga g'arq bo'lishi uchun qo'shib aytganlar. Keyin nima dedilar? Qur'onni o'rganib dedilar. Ta'allam. Yaxshi bilamiz, ta'allama yata'allamu, allama yu'allimu. Ilm o'zagidan olingan. Ilm nima degan? Ilm ta'riflardan bittasi sifatun tujibu at-tamyiz deydi. La yahtamilu an-naqid deydi. Ya'ni aksini qabul qilmaydigan, tamyizni beradigan sifat ilm bo'ladi. Boshqacha qilib ikkinchi ta'rifda aytganda, bir narsani voqeada qandoq bo'lsa shunday idrok qilish degan. Masalan, bu suv deb bilsangiz ilm bo'ladi. Choy deb bilsangiz ilm bo'lmaydi. Yoki nimaligini bilmasangiz ham ilm bo'lmaydi. Nimaga shu ilm so'zini ishlatdilar? Man qara'al Qur'ana va aqra'ahu desalar ham bo'lar. Qur'onni o'qib o'qitgan. Yo'q, o'rganib o'rgatgan deganlar. Toyinki o'qib o'qitish ham kirsin. Ma'nosini bilib bildirish ham kirsin. Harfini o'qib o'qitish ham kirsin. Tajvidini o'qitish ham kirsin. Chiroyli o'qishni o'rgatish ham kirsin. Nuqtalarini ochish ham kirsin. Ahkomini o'rgan, hammasi kirishi uchun. Qur'onga doir hamma ilm kirishi uchun ilm so'zini ishlatganlar. Lekin eng ko'zga ko'ringani shu ilmlarning orasida, Qur'on ilmlarining orasida. Birinchisi uni yodlash. To'g'ri talaffuz qilish va yodlash. Hozirgi sizlarni turgan maqomingiz ana shu eng xayriyatli maqomni eng birinchi ro'yxatda turgan maqom. Bu nima uchun o'rganib o'rgatish dedilar? Yuqorida aytdik, ilm bir narsani voqeada qandoq bo'lsa shunday idrok qilish degan. Demak, qiroat qilgan paytimizda Qur'onni
tajvid bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki alhamdu desak, u nozil bo'lgan oyat alhamdu. Alhamdu desak, u nozil bo'lgan oyat emas. U voqeadagi narsa emas u. Demak, Qur'onni o'rgatgan bo'lamizmi alhamdu desak? Yo'q. Alhamdu desak o'rgatgan bo'lamiz, o'rgangan bo'lamiz. Qur'on qanday o'qilsa, shunday o'qishni, qanday nozil bo'lsa, shunday tilovat qilishni o'rgansak, shunda o'sha o'rganib o'rgatganga kelamizki, ilmni sharti voqeadagidek bo'lishligi idrok. Bu eng sharafli yuqori maqom. Hazrati Abu Dardo radhiyallohu anhu Shomda dars berganlar. Shomda dars berganlar 10 qilib guruhga bo'lgan ekanlar talabalarni. 10tasiga bitta ustoz